Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdan foydalanuvchilar. Kogon shahar mahalliy byudjet daromadlarining 11 oylik rejasi 40 milliard 371 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 41 milliard 916 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 104% ga bajarildi. Joriy yilning yakuniga qadar mahalliy byudjetning daromadlari 59 milliard 412 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 105% ga 1 milliard 215 million so'm ortiq bilan bajarilishi ko'zda tutilgan. Jumladan o'tgan choraklar davomida jismoniy shaxsdan olingan daromad solig'i 5 milliard 457,8 million so'm bo'lib, amalda 6 milliard so'm belgilangan rejaga nisbatan 115% ga. Shu bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan shaxslarga qat'iy belgilangan soliq to'lovi rejasi 232,9 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 390,7 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 168% ga. Yuridik shaxslarning yer solig'i rejasi 1 milliard 396,3 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 1 milliard 785,9 million so'm rejaga nisbatan 128% ga. Yuridik shaxslarning mol-mulk solig'i rejasi 829,5 million so'm belgilangan bo'lib, amalda 1 milliard 131,2 million so'm belgilangan rejaga nisbatan 136% ga bajarildi. Mahalliy byudjetning xarajatlari bo'yicha qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Shahar mahalliy byudjetning xarajatlari 11 oy davomida 71 milliard 866,7 million so'm tashkil etdi. Joriy yilning yakuniga qadar mahalliy byudjetdan qo'shimcha mablag'lar bilan birgalikda 94 milliard 720,5 million so'm xarajatlar amalga oshirilishiga erishildi. Jumladan, o'tgan davr mobaynida shahar maktabgacha ta'lim sohasida 15 milliard 366,3 million so'm, shahar hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bilan xarajatlarga 17 milliard 105 million so'm xarajatlar amalga oshirildi. Madaniyat va ommaviy axborot vositalari sohasida 1 milliard 836,9 million so'm, shahardagi sport sohasidagi tashkilotlarni saqlash bilan bog'liq xarajatlarga 4 milliard 706,7 million so'm, boshqaruv organlari sifatida faoliyat yuritayotgan tashkilotlarni saqlash bilan bog'liq xarajatlarga 4 milliard 830,6 million so'm. Shahardagi 19 ta mahalla fuqaroligida faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollari va yoshlar yetakchilarining ish haqi va yagona ijtimoiy to'lovlari mablag'lari uchun jami 4 milliard 716 million so'm xarajatlar amalga oshirildi. Bulardan tashqari, shahar mahalliy byudjeti mablag'lari hisobidan 22 milliard 224 million so'm fuqarolik tashabbus jamg'armasiga mablag'lar yo'naltirildi. Shakllantirilgan qo'shimcha mablag'lar hisobidan tegishli jamg'arma va boshqa tadbirlar uchun 478 million so'm mablag'lar ajratildi. Shuningdek, shahar mahalliy byudjetining kelgusi 2026-moliya yili uchun belgilangan parametrlarga to'xtalib o'tmoqchi bo'lsak, 2026-yil mahalliy byudjetning daromadlari 78 milliard 684,8 million so'm, mahalliy byudjetning xarajatlari mos ravishda 78 milliard 684,8 million so'm etib belgilash ko'zda tutilmoqda.